Nega o'zbek ayollari to'ydan keyin bir yil o'tmay tanib bo'lmas darajada semirib ketishadi? Bu shunchaki baxtdan semirishmi yoki xavfli tendensiya? Bugun sizga hech kim aytmaydigan, lekin ilm isbotlagan 3 ta asosiy sababni aytaman. Oxirgisini eshitib, o'zingizga ham achinib ketasiz. Birinchi sabab ijtimoiy odat. Bizning ayollarimizda isrof bo'lmasin degan tushuncha juda kuchli. Farzandidan qolgan bo'tqa, eridan qolgan ovqat yoki kechki ovqatdan qolgan yarimta non. Ayol kishi bularni ovqat emas, shunchaki isrof bo'lmasin deb yeydi. Lekin bu kuniga qo'shimcha 400-500 kaloriya degani. Bu esa bir oyda 2 kilogramm ortiqcha vazn kafolatlaydi. Ikkinchi sabab gormonal o'zgarish. Yangi xonadon, yangi muhit, qaynona-kelin munosabatlari va hamma narsaga ulgurishim shart degan qo'rquv organizmda kortizol, stress gormonini oshirib yuboradi. Kortizolning eng yoqimsiz xususiyati shundaki, u yog'ni aynan qorin va bel qismida to'playdi. Ya'ni ayol ko'p yegani uchun emas, tinimsiz asabiylashgani uchun semiradi. Uchinchi va eng og'riqli nuqta uyqu rejimi. O'zbek kelini hamma uxlab bo'lganidan keyin idish yuvadi va hamma uyg'onmasdan oldin nonushta tayyorlaydi. Surunkali uyqusirash miyadagi leptin to'qlik gormonini o'ldiradi va grelin ochlik gormonini oshiradi. Natijada ayol tanasi energiya yetishmagani uchun tinimsiz shirinlik va xamir ovqat talab qila boshlaydi. Xulosa shuki, semirish bu dangasalik emas, bu charchoq va e'tiborsizlik belgisi. Sizningcha yana qanday sabablar bor? Balki ayb erkaklardadir? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.